Assalomualaikum do'stlar. Bugun biz plitkani materialini sotib olamiz. Bastayıq. Birinchidan o'sini topib olamiz, asib olamiz. Kuchaytirib birinchi. Shadingga kiramiz shu yerda. O'sini paranoid tanlaymiz. Paranoid. So'sini pump. Distansini jalg'aymiz heightga. So'ng normal. Endi color ramp. So'sini kichirtamiz, ko'paytiramiz. So'sini mix RGB. Brick texture color jalg'aymiz, svetni qilamiz. So'sini birga solamiz. Mana 500 ga solamiz. Mana 2000 ga. Buni 10 ga solamiz. So'sini multiply ga solamiz. Mana copyright qilamiz. Shift bosib copyright qilamiz. So'sini тоже mix tanlaymiz. Mana F1 ga solamiz. Color basamiz taze bilet. Şimdi sürekli endi qo'yamiz. Mana bunda jalg'aymiz sonra aslida jalg'aymiz. Mana brickga jalg'aymiz. Base color'ni jalg'aymiz. Важность. Endi svetdan o'zingizdan tashladim. Svetni shuni qo'yib qo'ng'ir svetga solamiz. Mana
ашық қоңыр. Tағы свет саламыз. Керек болса. Тастарымыз шықты. Кішкене свет. Ортаға салып жіберейік. Өзіңіз регулятор қылып өзіңіз светтеріңізді таңдайсыздар. Енді осымен видео аяқталды. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Лайктан басып кетіңіздер. Ассалаумағалейкум.